Chortoq ishbozlari bugun sizlarga aytib o'tgan bolalarimiz haqida ma'lumotlarni berib, narx-navosi bilan orqaroq qilib tanishtirib o'tamiz. Ya'ni har bittasini aytib o'tmasak ham, narxi sizlar tushadigan qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Avazbek, bular mollar narxi deb kommentariyada, boshqada ko'pchilik so'rab o'tgan narx-navosi haqida nima deysiz? Aka, birinchi o'rinda narx aytmayotganimiz mollarimiz har xil. Mollarimiz har xil. O'shanga aka narxi bexijolat aka, bu o'sha Rossiyadan mol olib kelayotgan liboy joyiga borib solishtirib ko'rishadi. Bozor deyishadi aka, bozorga ham solishtirib ko'rishadi. Bundan o'tgan hafta o'zingiz kursidasiz, xabaringiz bor. Bozorga olib tushdim-ku, 55 ta mol olib borib sotib keldim. Şeyde aytilgan narxdan beraman degan narximdan qimmatiga sotdim. Qimmatiga sotdim. U bozorga hamma joyga solishtirishadi, darga alinaqada joyda qimmat, uyda qimmat, u bu deyshadi, uyda qimmat, bizda unaqa emas. Biz buni sotsak yana keladi derdik aka. Xudo xolasa. Aka hozir sotuvda 300 tamikin qol 300 tadan. 300 ta bilan boshlaymiz, 1,5 meter bilan tugatamiz-da. 2 meter bilan tugatamiz-da. Hozir yana keladigan mollarimiz bor, uni ham qo'yamiz aka tushishlarini. Kecha keldi, ko'ra sotilyapti. Kelishsa kam 300 ta mol bo'ladi, xudo xolasa. Ular bundoq qadrli obunachilar, mana shu mol narx-navosi boshqacha bozor bo'yicha Plyumin nima? Shunaqa sifatida, shunaqa toza plyuminni bazadan chiqqan, o'zimiz jaydir emas, jaydir. Masalan, mashina topadigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha mashchilik, Avazbek molxonasidan xohlagan ikkita manilar tanlab ketaverasiz. Laos va'da. Libo o'sha Rossiyaga olib kelayotgan insoningizni jo'natib ko'ring. O'sha mashinasi haqiqatan ham sifatiga boshqa narsa belashtirib, narxini bizdan arzon bera oladi. Mollar va'da qilganimizda tanlab beramiz. Molxonamizda 10 milliondan bo'lsa 90 milliongacha mollarimiz bor. Hatto Avazbek o'zi ham nimaga bularni taklif qilishimiz boshqa sababi, qolgan jaydari, sementalli ham ilojini yo'qotib, mana shu Grenfordlardan boqyapti. Chunki sifati to'g'rimi? Effekti yaxshi. Chunki hammamiz ham foyda chunki. Aka, maqsad hammamizda to'g'ri qiziqamiz, chorvaga qiziqamiz, biz yoshligimizdan chorva qilamiz. Hali kirib molxonaga dam olamiz deymiz. Maqsad baribir tagida foyda aytibdi-da. Maqsad foyda qilish. O'shancha pul tikkan, boshqa qilgan aka dehqon ham, tadbirkor, biznesmen ham maqsadi baribir ozgina foyda qilish bo'ladi-da. Xudo xolasa effekti o'zimiz sinaganmiz, 5-6 yil sinadi, keyin olib kelib yaxshi. Kecha yo bugun qilinayotgan emas bu, aka. Tajribadan o'tgan. Xudo xolasa, kelaverasizlar qadrli obunachilar, bemalol yaqinlarga ulashib olib kelib ko'tasizlar. To'g'ri, kimdir kelib turib ko'zini narxida qimmat tuyulayotgandir, lekin sifati unga bozorda ham, boshqa firmada ham tortmaydi. Garantiyasi bor. Chunki biz olayotgan narsamiz Rossiyaning tariflarini 3-4 dona kelib olamiz. Plyuminni bazadan kirib, o'sha yerdan olayotgan narsamiz. Shuning uchun obunachilar yaqinlarga ulashib, ilojini like bosib keling-a. Kelganlar xudo xolasa quruq qo'limdan qaytarmaslik harakat. Ilojini baricha quruq qo'limdan qaytarmay, hozir ham sotdik. Qo'yasizmi buni? Xudo xolasa qo'yamiz. Bundoq bizda hozir bu videoda 300 deb turgan bo'lsa, kelganingiz 100 ta qolishi ham mumkin, 5 deb qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Chunki bu videoni sras qo'yiladigan narsa emas. Ma'lum vaqt o'tadi. Shuning uchun videoda ko'rayotgan mollaringiz kimdir arzon, kimdir boshqa bo'lishi mumkin. Xudo xolasa o'ta chiroyli narx qilamiz. Like bo'lsa yaqinlar ulashib qo'ying. Yaqin orada YouTube kanal so'rayotganlarga YouTube'da ham xudo xolasa qo'yib borish boshlaymiz. Biz YouTube'da ham profilimiz bor. Chortoq deb chiqadi. Shunga ham ilojimizni qo'yamiz. Zo'rini, arzonini olaman degan kelardi aka, xudo xolasa. Mana shu gavda boshdan kattasini o'sha narxga olib boqishingiz mumkin, lekin buni effektini buni bera olmaysiz. Mol yo'g'onligini qarang aka. Mana shunaqa patsos mol, mana shunaqa yo'g'onligini qarang aka. Patsos mollar xudo xolasa